Barchalarga salom, sizlar bilan yana o'sha Karloid Gamer va do'stlar, bugungi video roligimizda biz mana shu Vyjivaniямizning tomini quramiz. Ha do'stlar, noto'g'ri eshitmadingiz. 3-qavat, ya'ni tomini quramiz. Siz kanalga obuna qo'ying, videoga like bosib qo'ying. Men esa shunaqa kontentlarni ko'pini chiqaraman. Xo'p, qani boshladik. Birinchi qiladigan ishimiz bu yerdan oldi. Xo'p, boltamizni ham joni kam qolib, shuning uchun buni qo'yib qo'yamiz. Cho'p va daraxtlarni olamiz mana bu yerdan. Yaxshi. Olamiz. Bolt yasaymiz. Ili bizga reshotka kerak. 3 degan reshotka bo'ldi. Xo'p do'stlar, keyingi qism chiqish uchun har doimgidek 10 ta like va keyingi qism joyida chiqadi. Do'stlar, Karol Minecraft kanaliga obuna qo'yinglar. Bu meni ikkinchi kanalim. Uni ham tezroq 10 ta qilsak yaxshi bo'lardi do'stlar. Xo'sh, bu kanalga a'zo bo'linglar, tezroq 50 ta bo'lsak stream qilaman. Yaxshi. Nima bo'laysizlar? Minecraft yangi versiyalarini ham yuklab ko'raymi? Va men shu eski versiyada o'ynayveraman. Fikrlaringni kommentariyaga yozib ketinglar. Menga mana shunday versiyalar yoqadi. Eski versiyalar. Ovqatimiz ham qolyapti. Shuning uchun seni o'ldirish majburman. Xo'sh. Uyga kiramiz. Qorin ochqib ketgan. Steak olamiz. Yaxshi. Ana endi turli daraxtga aylantirib olamiz. Xo'sh, endi mana buni tashlaymiz. Buni qo'yamiz. Mana qo'yib turaylikchi. Menimcha 24 ta ita. Yetib borsa kerak. Endi buni qilib olamiz va 6 ta ita. Yaxshi. Buni bu yerga qo'yamiz. Bu yerdan hozir stop. Mana bu yerdan, bu yerdan. Jangur. Mana bu yerdan ochib olaylik, to'xtanglar. Yaxshi. Mana bu yoqqa bitta yetmay qoldik. Bor ekan o'zi. Mayli. Zapas bilan tursa hech yomon taraf yo'q. Xo'sh, mana bu yerga buni qo'yamiz. Bu yerga esa jangur. Hech qo'lim kelishmayapti. Hech qo'lim mana do'stlar. Videolarni telefonda aytayam ekan. Siz mana tomini qurib tassak. Shuning uchun mehnatim qadrlagan holda kanalga obuna qo'yinglar do'stlar. Sizlardan shu talab qilinadi. Va like bosinglar. Qolmay qolibdi. Tez harakat qilish kerak do'stlar. Zaryadimni ko'rib turibsizlar. Reshotka yetar. Sal qoldi. Xo'sh, buni ham bu yoqqa, buni ham. Yaxshi. Yana yetmay qoldimi? Do'stlar, agarda ko'rsatgan shorts videoyim bor-ku, voy, men yasab qo'yganmiz qarlarda. Shorts video qo'yganman, ko'rgan bo'lsanglar, labirint haqida hozir ham aytib o'taman. O'tgan videoda ham aytib o'tganman. O'sha shorts videomda va Sanjar bilan qo'llashmachilik olgan videomda
15 tadan like qilsa, mayli shorts videoni o'zida 15 ta like qilsa, men albatta mana shu labirint haqida videoni chiqaraman. Kino dedim. Nima dedi? Video. Sharti o'zingizlar bilasizlar. Faqat obuna qo'yib, like bosib qo'yishingiz kerak. Yana 5 ta obunachi deganman. 2 ta obunachi degan, yana 3 ta bo'lish kerak. 38 ta bo'lsak, joyida video chiqadi. Yoramiz. Karol Minecraftga ham obuna qo'yinglar. Ikkinchi kanalim hozir aytib o'tay. Sizlar isidadan chiqib ketadi. Keyin post qo'yaman. Postlarga ham like bosinglar do'stlar. Shortslarga qo'llab-quvvatlaylar endi. Men 0 dan kuchayaman do'stlar. Birga kuchayamiz. Katta YouTuber bo'lib ketamiz, qarab turinglar. Sizlar bilan qancha video olamiz. Точно olib kelgan ekanman. Точно olib kelgan ekanman do'stlar. Buni berilgan qo'yamiz. Birga ham o'sha manzarani ko'rish uchun sal o'rtaroqdan qilaylik. Mana bundoq. Oppa. Borib kelamiz hozir bitta. Men bu yerda yo'q ekan. Bitta ololmaymiz deb oldim. Bitta mayli. Ничего, do'stlar, farqi yo'q. Ishlayversin. Так, manzara tomosha qilishga bu. Mana endi o'tirish uchun, ya'ni ishlab o'tirish uchun demoqchi edim, mayli. Mana bu yerga stolni qo'yamiz. Bu yerga esa monet. Qo'yilmayapti. Menga bitta qo'yish kerak ekan taxta. Taxtam qolmadimi? Bor ekan. Mana buni qo'yamiz. Fakir olib kelish kerak. Mana stekga olamiz. Fakir yo'q ekan. Afsuski. Lekin ko'mrimiz bor. Janob. To'xtatib olamiz. Va buni olib tomga chiqamiz va bu yerga bu yerga bo'ldi, chotki moshni bo'ldi do'stlar. Tak, buni yo'q. Yema. Kam turdi. Mayli. Voy, 5 qolibdi do'stlar. Xo'sh. Videoni tugatib qo'yaylik. Mana uyimizdan katta bo'ldi. Ancha. Xo'p, qonunli obunachilar, sizlar bilan Karloy Gamer bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, endi bu qism chiqmaydi do'stlar, oxirgi qism edi. Hamma narsani qurib bo'ldik. Sizlar bilan Karloy Gamer bo'ldi, bu Vijvani edi. Ya'ni Vijvani qismini tugatdik. Xayr, sog', omon bo'ling. Keyingi videoroliklar chiqish uchun kanalga obuna qo'yib, videoga like bosib qo'ying. Xayr. Sog' bo'ling. Uzrga do'stlar, pauza bo'lib qoldi.